Barcha kvartira egalari aprel oyining oxirigacha ulgurishlari kerak. Sarlavhasi va xavotirli chiqishlar bilan video joylagan YouTube ijtimoiy tarmog'i faoli ushbu asoslanmagan xabarlar bilan ko'pchilik yurtdoshlarimizni xavotirga soldi. Yolg'on axborot tarqatish esa belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'ladi. Men Davlat kadastrlari palatasi matbuot kotibi Munojat Yo'ldasheva rasmiy raddiya ma'lumotini sun'iy intellekt orqali emas, jonli tarzda e'tiboringizga havola etmoqdaman. Demak, videoda ta'kidlangan juda ko'p ma'lumotlar yangilik bo'lmasdan O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida turar joylar bo'yicha barcha operatsiyalar notarial bitimlar orqali amalga oshirilishi yozib qo'yilgan. Bundan tashqari bitimlar davlat ro'yxatdan o'tkazilishi ham qayd etilgan. Bu esa o'zgarish yoki yangilik emas. Siz uchun muhim muddat deya qayd etilgan ma'lumot to'liq noto'g'ri. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 198-sonli farmoniga ko'ra, raqamlashtirishga o'tishda barcha obyektlar bosqichma-bosqich UZCAD dasturiga o'tkazilishi qayd etilgan, ammo farmonda fuqarolarga hech qanday muddat bo'yicha majburiyat qo'yilmagan. Ko'p xonadonli uylar, ya'ni kvartiralarga ham muddat qo'yilmagan. Ya'ni bir muhim jihatga alohida e'tibor qaratishingiz kerakki, qayta davlat ro'yxatdan o'tkazish faqat mulkdor o'zgarsagina talab etiladi. Mulkdor o'zgarmasa talab etilmaydi. Bu jarayonni aprel oyigacha yakunlash kerak deb xavotirga solgan sun'iy intellektni ham bilimli muallif boshqarganda bu yolg'on ma'lumot ekanligini anglardi. Boz ustiga kiritilmagan ma'lumotlar huquqiy kuchga ega bo'lmaydi deya mulkdorlarni xavotirga solayotgan sun'iy intellekt ijodkori o'z so'zlari bilan asossiz bo'lgan talab qo'ygan. Bu albatta noto'g'ri. Huquq belgilovchi hujjatlar yagona tizimda aks ettirilishi uchun bosqichma-bosqich mutaxassislar tomonidan kiritilmoqda. Bu esa ayni bir muddat talab qilmaydi va fuqarolar tomonidan amalga oshirilmaydi. Kim tashvishlanishi kerak-u, kim xotirjam bo'lishi kerakligini ajratib berayotgan sun'iy intellekt 1990-2000-yillarda hujjat qilgan yurtdoshlarimizni jonli tarzda xavotirga sola olgan. Xavotirga o'rin yo'q. Bu noto'g'ri ma'lumot. Undagi agar aprel oyi oxirigacha hujjatlaringizni tizimga kiritib ulgurmasalar, mulkchilik huquqi bahsli bo'lib qoladi deyilgan ma'lumotlarga ishonmang. Hozirda turar joylar va shu jumladan kvartiralar bo'yicha notarial tartibda rasmiylashtirilgan bitimlar o'sha vaqtning o'zida notarius tomonidan huquqlarni davlat ro'yxatdan o'tkazish uchun kadastr organlariga elektron tizim orqali yuboriladi. Yana bir ma'lumot, agar pasportingiz o'zgarsa, bu tizimda muammo bo'ladi degan gap emas. UZCAD dasturiga pasport raqamlari emas, jismoniy shaxslarning shaxsiy identifikatsiya raqamlari kiritiladi. Bu raqamlar esa o'zgarmaydi. Kvartiralarni 2026-yilning aprel oyi tugagunicha yangi tizimga qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun murojaat qilishlari shartlik belgilovchi qonun qabul qilinmagan. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi 84-moddasiga asosan ko'chmas mulkka egalik huquqi va boshqa ashyoviy huquqlar bu huquqlarning vujudga kelishi, boshqa shaxslarga o'tishi, cheklanishi va bekor bo'lishi davlat ro'yxatdan o'tkazilishi kerakligi ko'rsatilgan. Bu yangi qonun emas. Videoda sun'iy intellekt inson omiliga muhtoj ekanligini va uni tarmoqqa joylayotgan muallif ham huquqiy bilimga ega bo'lishi lozimligini mazkur noto'g'ri video orqali ko'rishimiz mumkin. Zero kvartira bo'linmaydi. Videodagi umuman tushunib bo'lmaydigan darajadagi ma'lumotlar to'liq asossiz. Xullas, oxirigacha izohlasam xatolik to'la. Endi siz aziz yurtdoshlarimizga ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni belgilash masalalarining qonuniy talablarini eslatib o'taman. Fuqarolik kodeksining 488-moddasiga asosan uyni, kvartirani, uyning yoki kvartiraning bir qismini sotish shartnomasi notarial tartibda tasdiqlanishi va davlat ro'yxatdan o'tkazilishi lozim. Qonunchilikdagi bu tartibga ham oldindan amal qilinadi. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 22-iyundagi 389-sonli qarori 3-ilovasi 48-bandinga asosan bino va inshootlarning konstruktiv qismlari, xonalar soni o'zgarmagan holda unga nisbatan huquq turi yoki huquq egasi o'zgargan taqdirda ko'chmas mulk obyektiga qaytadan kadastr yig'ma jildini tayyorlash taqiqlanadi. O'zbekiston Respublikasining ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi qonunning 18-moddasi 3-qismiga asosan ko'chmas mulkka bo'lgan huquq turi yoki huquq egasi o'zgarganda kadastr pasporti o'zgartirilmaydi. 24-avgust 2022-yildagi 198-sonli Prezident farmonining 2-bandiga asosan 2023-yil 1-yanvardan boshlab kadastr va ko'chmas mulklarni ro'yxatdan o'tkazish integratsion axborot tizimi UZCAD ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarning davlat reyestri hamda ko'chmas mulk obyektlari haqidagi ma'lumotlar yuritiladigan ma'lumotlarning haqiqiyligi va ishonchliligi davlat tomonidan kafolatlanadigan yagona axborot tizimi etib belgilangan.
Onlayn ma'lumot almashinuvi paytida ko'chmas mulkka bo'lgan huquq qog'oz shaklida yoki boshqa axborot tizimida davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi, shu sababli UZCARD tizimida bo'lmaganligi aniqlangan taqdirda UZCARD tizimida haq undirilmasdan va ariza talab qilmasdan davlat ro'yxatidan o'tkaziladi va ma'lumot taqdim etiladi. Sodda qilib aytganda, buni kadastr mutaxassislari amalga oshiradi. Ya'ni fuqarolar 2026-yilning aprel oyi oxirigacha ko'p qavatli uylardagi xonadonlarni yangi tizimga o'tkazishi shartligi belgilanmagan. Buni kadastr organlari o'zi bajaradi. O'zimiz yaratgan sun'iy intellekt orqali obunachi yig'ish maqsadidagina huquqiy tartiblarni bilmasdan video tayyorlagan muallif qo'lida o'yinchoq bo'lmasdan inson omili har qanday sun'iy intellektdan yuqori ekanligini ko'rsatadigan vaqt keldi chamamda. Sun'iy intellekt misli ko'rilmagan darajada rivojlanib kelmoqda. Undan to'g'ri foydalanish uchun ham bilim va tafakkur kerakligini unutmaslik kerak. Hurmatli yurtdoshlar, barcha ma'lumotlarni rasmiy ijtimoiy tarmoqlardan olishingizni maslahat beramiz.